Qani, oyposhsha mama boshdan qani keliningizga. Ana kelin suprani olasiz. Elakni olib, bismillah deb ikki qo'lingiz bilan hovuchlab, hovuchingizni to'ldirib un soling. Doim qo'lingiz, hovuchingiz unga to'lib, ro'zg'orimiz barakali, obod bo'lib yursin. Ilohi amin. Mana shu kelinimiz shu xonadonda to'p yozib palak olsin. Uvali juvali bo'lsin, o'g'il qizi ko'p bo'lsin. Uyi to'la bug'doy bo'lsin, suprasi to'la un bo'lsin. Mana shu urf odatni o'tkazavera, amin. Qani, oyposhsha mama boshdan qani keliningizga. Ana kelin suprani olasiz. Elakni olib, bismillah deb ikki qo'lingiz bilan hovuchlab, hovuchingizni to'ldirib un soling. Doim qo'lingiz, hovuchingiz unga to'lib, ro'zg'orimiz barakali, obod bo'lib yursin. Qani bismillah deb elang qani. Qaynotangizga issiq nonlar pishirib bering. Kelgan mehmonlarga yugurib xizmat qiling. Chiroyli nonlar qiling. Qani bismillah deb mana bu quyruqni to'g'rang. Endi quyruq qo'lingiz bilan pichoqni ushlaysiz. Yaxshilab. Qani ro'zg'oringizda doim qozoningizda go'shtlar qaynasin, pichog'ingiz doim moy ustida bo'lsin. Shirpillab ishni qiling. Rahmat. Qani Endi qo'lingiz moyli bo'lsin. Doim moyli bo'lsin. Moylarga Qo'llaringizni ikki qo'lingizni solib, qo'yingizni moyga tekizasiz. Buda qo'lingiz doim moyli bo'lsin. Shu ro'zg'oringiz moyli bo'lib yursin, obod bo'lib yursin. Endi mana bu qoshiqni olasizda. Bismillah deb mana bunga 3 qoshiq moy tamizing. Bu doim o'chog'ingizda qozoningiz moy bilan to'lib tursin. Doim o'chog'ingizdan ovqatingiz arimasin degan. Endi qani oyposh mama keliningiz bilan bir suprani quchoqlab, hamma idish tovoqlarni, oshxonani sidirdi, qo'y qo'zini, sigir buzoqni qani keliningizga bir topshiringchi. Supramizni ko'raymiz. Bismillah deb mana suprangizni o'ng qo'ltig'ingizdan keliningizga berasiz. Ham turib oling, ham kelin poshsha. Mana supramni berdim, ro'zg'orimni berdim. Ro'zg'orni yaxshi olib borish sizga topshirdim kelin poshsham. Qo'lini berdi. Qani oy momasi duo qiling kelinimizga. Qo'shgani bilan qo'shsha qarisin, qo'y qadamli kelin bo'lsin, ulug' qizi ko'p bo'lsin, baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum qadrli ustozlar. O'zbeklarning moddiy madaniyati xususiyati. Har bir milliy etnik madaniyat o'ziga xos xususiyati bilan ajralib turadi va o'ziga xoslik turli tuman voqealarda, hodisalar, jarayonlarda namoyon bo'lishi mumkinligini yoritib beradi. Har bir etnomadaniyat o'ziga xos mantiqqa ega va aynan mazkur mantiq asosida ushbu madaniyatga xos asosiy o'zgarmas va ikkinchi darajali o'zgaruvchan xususiyatlarni izohlash mumkin. An'anaviy milliy madaniyatni yaxlit va ko'p qirrali hodisa sifatida o'rganish, uning tuzilishi, asosiy ko'rinishlari, shakllarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Shu bois biz Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytganlaridek, oila men uchun muqaddas. Muqaddasligi shuki, avvalambor qayerda ishlashdan qat'iy nazar, kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar oilada tarbiya, oila muhit, halollik, munosabat, tarbiyaga alohida e'tibor berilmasa, hech qachon natija bo'lmaydi. Shuning uchun men farzandlarimning tarbiyasiga katta e'tibor beraman. Faqat oilam emas, xalqim baxtli bo'lsa, men o'zimni baxtli his qilaman deb aytganlar. Shunday ekan, bizning o'zbek xalqi madaniyatimizda o'zbek xalq marosimlari, bayramlari, o'yinlari, milliy liboslari, uning milliy taomlari muhim ahamiyat kasb etadi.